yuqori bo'lishi kerak. 28 yomon emas, lekin ikkalasini qo'shganda 50-55 dan yuqori bo'lishi kerak. Demak, ikkalasi AB ni qo'shganda sal past. Umuman demak 48% chiqadi AB. Homilani paydo qilishiga, ya'ni urug'lantiradigan bu A bilan B. C3 bo'lgani bilan u harakatsiz bo'ladi. Ular yetib bormaydi. A ya'ni kuchli harakatlanadigan, B sal kamroq harakatlanadigan, C3 lekin harakat qilmaydi. Va D o'liklar. O'liklarimizda demak bu yerda 22% chiqadi. 20% dan oshish kerak emas o'z aslida. Ozgina o'liklarimiz ham bor. Demak, umumiy qilib olganda 3 spermatozoidlar 84, lekin ulardan urug'lantiradigan 48, ya'ni teng yarmi. Bu kamroq. Demak, patologik formalarimizda 58% bu ko'p, boshchasida 35, 14 va 9 beriladi. Hozir bu spermogrammada nima deya olamiz? Foizi sal pastroq va patologik spermatozoidlar sal ko'proq. Shuning uchun biz Kryuger tahlilini ko'rib chiqamiz. Kryuger morfologiyasi bo'yicha bu yerda 4% va undan yuqori bo'lsa, homilani urug'lantiradi. Endi lekin shulardan boshchasida eng ko'pi chiqadi. 60%. Bu nima degani? Foiz tarafdan sal pastroq bo'lsa ham, lekin urug'lantirish bo'yicha yaxshi, lekin patologiya imенно boshchasida ko'p. Ana kecha tushuntirdimmi? Foizda emas, gap morfologiyada gapdi.